Mana shunday juda tekis sirliq ketayotganda bir jamoat chiqdi. U jamoat chiqdi-da, birinchi savoli Alloh qayerda dedi. Ulamolar aytdiki, nima qilasan Allohni qidirib? Nima qidirib yuribsan? Alloh o'sha Alloh. Hamma bilgan Alloh. 18 ming olamni yaratgan zot. Nima qilasan joyini? Nima kerak senga? Yo Allohning joyini aytmasang bo'lmaydi menga. Yo Allohning joyi bo'lmaydi. Alloh sen bilan menga o'xshab bir joyga o'tirishga muhtojmi desa, ana kofir bo'lding. dedi. Alloh arshda dedi. Va qo'lni kinniyni ustiga qo'yasan. Shu sunnat dedi. Yo'q, to'g'ri. Lekin sen aytgan sunnat zaif sunnat. To'qima hadis u. Chunki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom mana shuncha yil namoz o'qidim va qo'lni kinniyni ostiga qo'yardi u kishi deb aytganlar. To'qima hadisga ishonmading. Ana sen Rasulullohga ham inkor keltirding. Sen Rasulullohning so'zi turganda Abdullah ibn Mas'udni olyapsan. Qaysi katta dedi. Chiqdi. Mana shunaqangi narsalar oyoqni qanday qo'yish yo rafiliyada shunaqa narsalarni chiqarib ulamolarning ustidan tosh otish boshlandi. Hozir ham bu narsa hozir ham bor bu narsa. Men nimani aytayapman? Shular bu urushlari biza jihad qilamiz dedi mana shu ulamolarga qarshi. Bu qachon qo'lingni kinniyni usti ko'krak barobar qo'ysang tan olaman. Qachon Alloh arshda o'tiribdi desang